Bugungi kunimizda bu umumiy yoshlarda ba'zi bir xato tarbiyalarga uchrab qolgan vaqtida ichida bir xil isyon qo'zg'alib, ota-ona menga unda qilmabdi ekan, menga bunda qilmabdi ekan deb ota-onasi qarta bir xil isyon tuyg'usi ko'payib qolgan hozir yoshlarda. Amaliyotda bugungi kunimizdagi eng cho'ng ne'matimiz biz his qilolmayotimiz. Allohning bizga eng cho'ng bergan ne'mati erkin dunyo ne'mati. Aziz qarindoshlar, ma jonlarimiz, ma hayotimiz, ma vaqtimiz bizga foyda qilgan vaqtlarimiz bor. Zulm bo'lsa, iymonda mustahkam turadigan. Alloh taolo zulmdan qutuldirsa, iymonda ikkilanadigan, iymonni yenib oladigan. Bunda Bani Isroilga o'xshash bo'lib qolmaydi. Hammalar hoş geldinglar. Yiroqdan kelgan, yaqindan kelgan qarindoshlar, hammalarning kelgan qadamiga Alloh taolo ajr azim bersin. Biz bugun har haftaga o'xshash Allohninki yana bir go'zal ismini o'qiymiz. Biz Allohning go'zal ismini o'qigan vaqtimizda har o'qigan bir ismi bizning iymonimizga bir iymon qatadi. Chunki biz Allohni texmi cho'nqur tunaymiz. Shundaqla Allohning har bir ismi bizga o'zimizning kimligini tuntadi. Va shundaqla Allohning ismi ba'zi bizning qalbimizga huzur ato qiladi. Ba'zi g'aflat uyqusidan uyg'otadi, ba'zi yaxshi ishlarga undaydi. Ba'zi yomon ishlardan bizni to'sadi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolaning ismlari bizni ma dunyoda haqiqiy mo'mindek yashtadi. Va shundaqla Allohning go'zal ismlari bizga ma hayotning mohiyatini tushuntiradi. Biz o'zimizni uyg'otib turmasak, o'zimizni g'aflat uyqusidan bir oz o'ylantirib turmasak, ko'p hollarda ma hayotningki mohiyatini unutib qolamiz. Ma hayotning mohiyatini unutib qolib, biz ma hayotdan jannat izlaydigan bo'lib qolamiz. Amaliyotda qarab qo'yadigan bo'lsak, aziz qarindoshlar, bo'libmi yoshlar, hammamiz xoflikdan qochimiz, ig'ir ishlardan qochimiz, xushallikning keyindan yuguraymiz, hammamiz baxt izlaymiz, azobdan qochimiz. Bu insonning tabiati. Ammo ma hayotda qanchalik g'amdan qochalik, qanchalik qiyinchilikdan qochalik, qanchalik ig'ir ishlardan qochalik, qechib qutula olamdik? Asla qutlanmaymiz. Mayli yuqorisi podshoh bo'lsin, tuni puhra bo'lsin, boy bo'lsin, kambag'al bo'lsin, har bir odamning o'ziga tushlik bir qiyinchiligi va g'ami va andishasi bor. Shundaqmi, ya'ni har bir odam shu g'amdan, shu andishadan qochish uchun tirishadi. Ma hayotda uzun yashash uchun, hatto o'lmay yashash uchun tirishadi. Mushu g'amdan qochishlar, mushu o'lmay yashashdan iborat, mushu o'lmaslikka bo'lgan intilishlar aslida nima bilamsizlar? Aslida bu jannatga bo'lgan intilish. Aslida bu insonning asli yurtini izlashi. Xuddi baliqni suvdan shunda teshqi olsak, baliq shu suvga kiyib bo'lguncha azoblanib, qiynalib suvni izlaganga o'xshash, biz insonlar aslida Odam otamiz nereden kelgan? Jannatdan kelgan. Har birimiz Odam otamizning avlodi bo'lg'achqa, biz asli jannatdan kelgan jonliq va shundaqla jannatlik inson, jannat uchun yaratilgan inson bo'lg'achqa, Alloh taolo bizni imtihon qilish uchun vaqtliq ma dunyoga tushirgandan keyin biz yana shu qalbimizdagi bo'shliqni to'ldirish uchun shu jannatni izlaymiz. Lekin biz ko'p hollarda bu jannatni to'g'ri yo'ldan izlamaymiz. Bu dunyoda harom bo'lsin, halol bo'lsin, hamma ish qilib baqsam, ko'nglim xushalamiki deb o'ylaymiz. Shundaqla biz erishmagan narsalarımizga shu narsaga erishsam men xushal bo'laman deb o'ylaymiz. Bir telefon olsam xushal bo'laman deb o'ylaymiz. Telefon olamiz, 1-2 oygacha xushal bo'lamiz, ammo 1-2 oydan keyin uni ko'naydi, uning xushalligi yo'qaydi. Uy olsam xushal bo'lamiz deydi, cho'nglar uy oladi, 1 yil xushal yashaydi, ammo 1 yildan keyin uni ko'naydi, uning xushalligi tugaydi. Ba'zi yoshlar to'y qilsam, shu men og'imba qizni olsam xushal bo'laman deb o'ylaydi, amaliyotda shuni oladi, 1-2 oy 1-2 yil xushal bo'ladi, ammo uning xushalligi ko'naydi. Inson mushu hayotda doim mana shunday xushallik izlashninki peshida yuriydi. Aslida bu nimani izlaganligi? Jannatni izlaganligi. Demak, haqiqiy baxt, qalbimizdagi u bo'shliq to'lg'udek xushallik qarindoshlar jannatda. Shunga Alloh taolo nima deydi? Va amallazina su'idu fafil jannat. Baxtlik insonlar jannatda deydi. Ya'ni biz to'liq baxtga, to'liq xushallikqa, g'am andishsiz hayotga jannat kirgandan keyin erisha olamiz. Unda o'zi ma dunyochi, ma dunyo ana shu jannatga kirish uchun tayyorlanadigan, imtihon beradigan imtihon maydoni. Amaliyotda biz ma hayotni butun hayot mushundan iborat deb o'ylab olsak, ma hayot bak bitayin balla. Bak tetiksiz. O'ylab baqinglar, tug'ilimiz, ota-onamiz bizni shunda qiyin cho'ng qiladi, maktabga yuradi, shunda badal to'laydi. Bizmi tirishimiz, cho'ngilimiz, xizmat topimiz, qiynalib, nurg'unlagan xatarlarga tavakkul qilib, nurg'un kishilar bilan suqishib pul topimiz, ondan keyin uy olamiz, ondan keyin mashina olamiz. Bu vaqtda ishimiz nechaga berib qoladi? Ba'zi bir qisman ahvollarda yashtirib bu ishlar bo'lsa-mu, ammo ko'p hollarda bir odam uy elib, mashina elib, bir turmushi ko'ngildagidek retga tushib bo'lguncha u odamning yoshi 50-60 yoshga kiradi. Ondan keyin o'lib qoladi. Bu filmning oxirisi qani? Bu yerda film chala qolgandek emasmi? Film chala qolgandek. Demak, biz ma hayotga
oxirat hayotini, jannatni qo'shib tushunsak, undan keyin ma bilimdan to'liq ma'no ola olamiz. Hayot bilimidan. Ammo jannatni, oxirat hayotini yo'qdek yashab, butun xushalliqni mushu dunyodan izlab yashsak, qilib boqamiz, ammo qalbimiz yana xushalliq topolmaydi. Hayotimizning oxirigacha qanchalik harom ishni qilib boqali, yana xushalliq topolmaydi. Hozir dunyoga qarab boqsanglar, mushu bo'libmi Saudiya va shunga o'xshagan ba'zi arab davlatlarda yoshlarda bo'libmi, mushu xushalliq, huzur izlab qilmagan ishi qolmaydi. Hatto o'zi yashagan davlatdagi ba'zi cheklamalar tufayli o'zining davlatidan voz kechib, Yevropa ellariga qochib, shu yerga berib, qizvollar erga aylanib, o'g'illar qizvolga aylanib, har xil ishlarni qilib boqadi. Ammo ajoyib ish, ana shunda qilib boqqan yoshlarning ko'pinchisi oxirida qanday qilib oldi bilamsizlar? O'zini o'ldirib oladi. Nima uchun o'zini o'ldirib oldi bilamsizlar? Hayotda xushalliq izlab, aylar ayolga aylanib boqib, ayollar erga aylanib boqib, hamma gunohlarning hammani qilib boqib, qalbidagi u xushalliqni topolmay, oxiri yo'q, buning keyindagi sirga o'tma deb o'limdan iborat bu hodisani tetib boqmoqchi bo'lib, oxirida o'lib oladi. Amaliyotda mush o'lib olganlarning ba'zi qoldirib qo'ygan xati qarasa, hayoti ajoyib hasratlik. Şuna biz filmni to'liq tushunishimiz uchun resimni to'liq ko'rishimiz kerak. Agar biz resimni to'liq ko'rmay, bir buchugini ko'rsak, resimni to'liq tushunmaymiz, resimdan ma'no ololmaymiz. Dal shunga o'xshash, ma hayotning ma'nosini tepish uchun ma hayotni to'liq ko'rishimiz kerak. Ma bizning yashaydigan 50-60 yillik hayotimiz xuddi ma filmningki fragment qismi va ya muqaddima qismi. Dal shunga o'xshash haqiqiy hayotning bir fragment qismi deb tushunsanlar bo'ladi. Haqiqiy hayotning nihoyatda kichikgina bir qismi. Shunga qiyomat kuni tirildirgan vaqtda nima deydi? Ashiyatan awduhaha. Biz hayotda 50 yil, 60 yil yashaydik degan ma hayotda nihoyat oz muddat turib ekanmiz deydi. Bizga bak uzun biladi ya 60 yil, 50 yil. Ammo shunda qiyomat bo'lgandan keyin biz xuddi uyqudan uyg'ongandek bo'lamiz. Mohiyatda masalan ba'zi kishilar shu jannat kirsam bo'ladi, oxiratdagi hayotimni qo'l keltirsam bo'ladi deb shunda azob tortadi ya. Va shundaqla ba'zi kishilar biz tushunmaydigan darajada bir azob quchaydi. Masalan deylik, yatarvaydi, kichik bolalar yana ostida qoladi. Hozir G'azada urush bo'ldi, kichik bolalar nurg'unlagan azob quchirdi masalan. Ba'zan bolalar shu voqealarni tushunmaydi. Alloh rahimdillah olsa, bu bolalar nima deb azob tortadi deydi. Amaliyotda ma hayotni yana to'g'ri tushunsak, shu masalalarni tushunalaymiz asli. Ma hayotda ana shunday azob tortgan kichik bolalar, yatarvashda ostida qolganlar, G'aza urushida va bizning vatanimizda kichik turib azob tortgan bolalar o'lgandan keyin qiyomat kuni abadiy hayotga kirgandan keyin ma hayotda tortgan azoblarning hammasini xuddi tushunib ko'rgandek bo'ladi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu annasniyam kishilar uxloqliq o'lgandan keyin undan keyin haqiqiy uyg'onadi deydi. Shunlarda nihoyat qo'rqinchli tushunib qilib qo'ysizlar. Ajoyib azobliq. Sizlar uningki tush ekanligini shu bilinib, haqiqiy rostligida tushunib qilib ajoyib azoblanasizlar. Ba'zilarning keyin ish qo'g'lab, tishlab og'ilib qopadi va yoki ba'zilarning vatanga kirib, keyindan saq qo'g'lab, bu shunda azobli tushunib ko'rsizlar. Ama şundu güzel assanglar, uyanın turusunu görsanglar, Xudoga şükür deysizlar. Qiyomat kuni del shunda qilamiz. Shunda qiyomat kuni abadiy hayot o'tgandan keyin ma hayotdagi azoblarning hammasi tushga o'xshash yo'q bo'ladi. Sizlar tushingizda ishlagan bo'lsanglar, uyg'ongandan keyin og'ramda ishlagan yeringlar, hech kimdan tayiqgan bo'lsanglar, bedalan og'ramda og'rimaydi-ku. Qiyomat kuni del shunda bo'ladi. Demek biz her vakit ma hayatını to'g'ri tushunishimiz kerak. Dinsizlar oxirat iymoni bo'lmag'achqa, jannatga ishonmagan bo'lg'achqa, hayotning hammasi shu 40-50 yillik hayotda tushungan bo'lg'achqa, hayotdan ma'no ololmay nima qilyapti bilamsizlar? Masalan, shu dangliq baylar, Facebookning CEO'lari, boshqa baylar, Elon Musk'lar nimaga mablag' sarflaydi desanglar, shu o'lmaslik uchun tajribaxonlarni quruvliq. Necha milliard mablag' sarflaydi. O'lmaslik uchun. Ya'ni insonni o'lmaydigan qilamiz deb. Nima uchun bular shunday pul xarjlaydi? Chunki ularning erishgan narsalari bek ko'p. Ana shundaq narsalarga erishib bo'lib, ana shundaq Facebook deymiz, ana shundaq narsalarni maydonga keltirib bo'lib, ulab qolsa, bu pek azobli ish emasmi? Haqiqatan azobli ish. Elon Musk dunyodagi bir dangliq baydan bir gapi bor. Biz o'limsizlikni hal qilmasak, dunyo bek ma'nisiz deydi. Intayin to'g'ri gap. Ammo ular o'limsizlikni xatoyini izlayotdi. Ammo biz musulmonlar o'limsizlikni hal qilib bo'laqliq. Bizda o'lim yana bir hayotga o'tish ishki, o butunlay yo'qolish emas. Ma 40-50 yillik hayot biz xushalliq izlaydigan, davomliq huzur izlaydigan, qalbimizga u bo'shliqni to'ldiradigan, jannat izlaydigan ya emas, haqiqiy hayotimizga oziqlik to'playdigan, haqiqiy hayotimizga kirish uchun yaxshilarni qiladigan imtihon maydoni. Shunga eng chong pushaymondan bo'ladi. Ya laytani qaddamtu li hayati. Men hayotim uchun bir tayyorlik qilsam bo'pti ekan deydi. Demak, hayot texi boshlanmadi. Mahiyat vaqtli hayat. Unda olsa o'lgandan keyin nima ishlar bo'ladi? Mahiyatdagi imtihonimizdan savol javobini ko'ramiz. Alloh taolo 40-50 yil, ba'zilarga 60 yil, ba'zilarga 70 yil umri birlik. Ammo u abadiy hayotdagi inson o'lmaydigan, mangu yashaydigan, g'am qilmaydigan, kengligi osmon ziminchilik bo'lgan u jannatga kirish uchun bizni Alloh taolo nihoyat oz ishlarni talab qilgan. Lekin insonlar ana shu oz ishni qilg'ili unmaydi. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom deydi: "Kullu ummati yadkhulunal janna illa man aba." Mening ummatimning hammasi jannatga kiradi, faqat unumag'anlar jannatga kirmaydi deydi. Unumag'anlar kim? Allohga itoat qilmaganlar. Endi o'ylab boqaylik, Alloh taolo bizga jannatga kirish uchun nimalarni talab qilibdi? Birinchi jannatni ochqisi
qaysi? Namoz. 5 vaqt namoz bizgadan bir kunda 1 soat talab qiladi. Alloh taolo bizga o'ttir hal bo'yicha ko'p sonliq holda 60 yil atrofida umr beradi desak, 60 yil umrining ichida inson 20 yilni saq uxlab o'tkazadi. O'ylab boqmatinglar. 20 yil uxlaydi inson. Agar 7,5 soat uxlasa, 18 ni 7 nokta. Ya'ni 18 yil uxlaydi. 7,5 soat uxlasa, 8 soat ishlab haftada 5 kun xizmat qilsa, qanchalik hayotini xizmatga beradi desanglar, 14 yil atrofida, ya'ni 13 yil atrofida hayotini xizmatga beradi. Ondan keyin bir hojatxonada 60 yil yashagan odam normal o'ttirhal hisobda 2,5 yil o'tkazdi ekan. Hojatxonada o'tkazadigan vaqti. Ondan keyin ko'chabdoz, boshqa yerga safar qilish, bu ishlar bilan 5 yil vaqtini u yerda o'tkazdi ekan. Xo'sh, hammamizning qo'lida telefon bor. Telefonni bu 60 yil hayotimizdan qanchaga o'tar bolalar? Telefonlarga qarab baqsanglar, iPhone'ning boshqa telefonlarga bormi? Masalan, bir kunda qancha soat ishlatdingiz deb. Men o'zimda telefon qilib oz qarayman deb o'ylayman. Men qarab baqsam 3 soatdan 4 soatgacha ekan bir kunda qaraydigan vaqtim. Agar men kunda 4 soat telefonga qarasam, Alloh menga 60 yil umr bersa, men saq 10 yilimni telefon qarab o'tkazdi ekanman. Nima degan echinishlik. Endi xo'sh, Alloh taolo bizdan bu 60 yilimiz uchun qanchalik vaqt talab qilgandi? Kunda 1 soatdan namozni o'qishga vaqt chiqarsak, agar 60 yil yashasak, agar ash tug'ilgandan tatib namoz o'qishimizni hisoblasak, hech qaysimiz tug'ilgan tatib namoz o'qimaymiz-ku. Balog'at ketgan tatib o'qiymiz. Ash tug'ilgandan tatib namoz o'qidik deb hisoblasak, 2,5 yil atrofida namoz o'qiymiz. 60 yil ichida bizni talab qilgani faqat 2,5 yil namoz o'qish. Inson haqiqatan tuzkurmikan? Alloh taolo bizga 60 yil umr berib, hamaqul onunga hajni qo'shili, boshqa ibodatlarimizni qo'shili 3 yil, hamaqul 5 yil deyli, 60 yil ichida yig'ib to'shab qilgan ibodatlarimizning hammasi 5 yilga yo boradi, bo'lmaydi. Bunun bedeliga Allah Teala bizge nima beradi? Abadiy o'lmaydigan, shundaqla hech qanday g'am qilmaydigan, andishi qilmaydigan bir jannatni beradi. Biz haqiqiy jannatga ishonsak, ballar, jannat kelmak tasmikan, tasmikan jannat kelmak pek oson. Chunki ma hayotda biz bir oy uchun 10 yil, 15 yil hayotimizni sarf qilishga razıyabız. Endi Alloh taolo va'da qilgan jannat qanda? Alloh taolo nima dedi? Wasari'u ila mag'firatin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Taqvodorlar uchun tayyor qilingan o jannatga aldıranglar. Ey insanlar, bununla aldırıvatkan insanlar, nimaga aldırsanglar aldıranglar, lekin ülap qalsınlar mı hayatta? Sizlar yıqqan o pullar başqa adamning buludu. Sizlar şu 20 yil, 30 yil hayatını sarf qilib olgan o o'ylarda başqa adam o'ltiradi. O qimmat telefonlarni, mashinalarni başqa adam haydaydi, başqa adam ishlatadi. Aldıranglar. Nimaga aldıranglar? Kengirlikki osmon ziminchilik bo'lgan jannatga aldıranglar deydi. Matharul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asin. O jannatda suyuning rangi o'zgarmaydigan, ana shunda köp suluq o'stanglar bor. Va anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. O jannatda sütün o'stanglar eqib turadi, ustining ta'mi o'zgarmaydi. Va anharun min khamrin lazzatil lisharibin. Ichgan odamga ajoyib lazzat beradigan sharoblar eqib turadi. Va anharun min asalin musaffa. Sap hasallar eqib turadigan ana shunda o'stanglar eqib turadi. Lahum ghurafun min fawqiha. O jannatda qavat-qavatlik imoratlar bor. Tajri min tahtiha al-anhar. O qavat-qavatlik imoratlarning ostidan jannatlar eqib turadi deydi. Biz ma xiyolimiz bilan, ma tasavvurimiz bilan ma hayotdagi narsalarni jannatga o'xshasak, yana to'liq tasavvur qila olmagan bo'lamiz. Qur'on Karimda Alloh taolo jannatga mevlar kelsa, biz ma mevdan dunyoda yegan deydi, ammo yegandan keyin uning ta'miniki boshqacha ekanligini his qilganligini xabar beradi. O jannat boshqa bir yer. Butun qalbimizdagi bo'shliqni to'ldiradigan yer. U butun qalbimizdagi bizning dunyodagi xushalik izlab bir qonmaydi-ya, shu qonidigan yer jannat. Mana bizga berildigini 2 yil namoz o'qib, mana mushunda bir jannat. Texim oddiy qilib tushuntiraymi? Musa alayhissalom Alloh taoladan jannat ahli en tuen derecesi qanchalik va en tuen derecesi kim kiradi degan mazmunni so'radi. Alloh subhanahu va taolo o shundaq bir kishiki hamma odam jannatning o'zining o'rinlarini egallab bo'lgandan keyin endi jannatga kirgan deydi. U odam qarab, "Ey Alloh, bütün odamlar o'zining o'rnini egallab bo'libdi. Endi men qayerga kiraman?" deydi. Alloh taolo uningga, "Men sana dunyodagi podshohlarningki, ya'ni dunyodagi eng kuchli podshohninki erishgan ne'matlarni bersam rozi bo'lamisan?" deydi. O banda rozi bo'laman deydi. Alloh taolo misluhu deb u bandaga 4 hassa beradi deydi. Dunyodagi eng kuchli podshoh tasavvur qilib boqaylik. Hozir dunyoda parcha davlatlar bor. Masalan, Osmoniylarning eng kuchlangan davrini tasavvur qilib boqsak, dunyoning 3dan 2 qismiga hukm surgan davrdagi bir podshohni, va Sulton Sulaymon qonunini o'ylab boqaylik. Ana shunda sultonninki 4 hassiga teng keladigan ana shunda saltanatni beradi. 5-si kelgan vaqtida u banda, "Men rozi bo'ldim, ey Alloh, men rozi bo'ldim" deydi. Berilgan ne'matning ko'pligiga qarab, "Ondan keyin Alloh taolo 10 hassining bo'lsin" deb, uningga yana 10 hassa beradi. "Ondan keyin rozi bo'ldim" deydi. Mao jannat ahlininki eng
tuvan derecesi. Eng tuvan derecesi birildiğin mana şu cennetke kiriş üçün bizden kıldığın en akıllı işimiz neymiş ki? Allah Teala bizge 60 yıl ömür verse 2,5 yıl namaz okuş aziz qarindoshlar. Biz bundan nimani ko'raymiz? Biz bundan Allah subhanahu va taolaninki yana bir ismini ko'raymiz. Biz bugun ugundigan ismini ko'raymiz. Allah Teala Qur'onda 4 o'rinda men shakur deydi. Nayta az ibodatga cheksiz ko'p mukofot beraman deydi. Haqiqatan shundami ekan? Haqiqatan shunda. O'ylab baqini 60 yil ichida 2,5 yil namoz o'qiymiz. Bizga Alloh taolo ana shunda ichki kishilarga lazzat beradigan sharoblar eqib turadigan, ta'mi o'zgarmaydigan sutlar eqib turadigan, qavat-qavat imoratlar bo'lgan, la xavfun, hech qanday qo'rqinch, hech qanday g'am andishi bo'lmagan ana shunda jannatni beradi ekan. Endi jannatga rost kiygili unumam degan kishilar rost kiygili unumaydi, kiygili unumaganlar. Bo'lmasa jannat kirishning yo'li nihoyatda oson. Demak, bizning bugun o'rganadigan Allohning ismi mana shunda oz amalga ko'p mukofot beradigan Alloh. Ya'ni ash-shakur. Az amalga ko'p mukofot beradigan Alloh. Undan boshqa masalan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisida bizga xabar bergan. Bir odam yo'lda ketib o'tib, yo'ldagi mang'uvchilarga to'salg'i bo'ladigan bir aziyatni elayotdi. Fashakarallohu lahu faghafara. Allah onun ana shundoq oz qilgan amaliga shukr sifati bilan mukofotlab, uni afu qildi, jannat ahli qilyapti deydi. Bu mu Allah'ın bir şekur ikenliğinin namayindisi. Ve şundaqla hemimiz bildiğin bir hadisi var. Beni İsrail'de bir ayal, bir zinaxor bir ayal, susap ketken üley dep qalgan bir itni ayqını selip, quduqning ishidan suni elip, sug'urib qo'ydi. Andan Allah Taala uni qana qildi? Afu qilyapti. Bu mu nimani bildiradi? Allohning şekur ikenligini bildirdi. Ba'zilar bu hadisni tushunmay, bu hadis mubolag'a deydi. Asli mubolag'a emas. Allah Taolaga ana shunda oz bo'lsa-mu, ixlos bilan qilingan amallar yetadi. Allah Taala bizni talab qilgani bek oz, faqat ixlos bilan qilingan samimiy amallarni talab qildi. Ondan boshqa masalan, hammamiz bilamiz, qadr kechasi deb Allah Taala bir kechani qilib qo'yganlar. Shunda bir kechani ibodat qilsak, Allah Taala 80 yildan ortiq amal qilganning savobini bizga beradi. Nima uchun? Alloh shakur bo'lganlik uchun. Allah Taala shunda az ishqa ko'p savob beradigan zot bo'lganlik uchun o'zining shakur ismini namoyon qilib, ana shunda bizga turli faoliyatlarni qilib beradi. Ondan boshqa masalan, Arafat kunisi deymiz. Arafat kunidagi bir kunlik roza 2 yilning gunohiga kafarat deydi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. Bu nimadan keladi? Allohning shakur ismidan keladi. Ondan boshqa hatto bir ish qilmasakmi, samimiy shaklda shundalam yaxshilikni niyat qilsak, Alloh taolo o'sha niyatimizga savob beradi ya. Demak, Allohning maqsadi ekan bizni jannatga kirgizish. Bizning ma dunyoda imtihon berib, bizni qiynab, bizni do'zaxga serish hargiz Allah'ın məqsədi emas. Bu səbəbdən Allah subhanahu wa taala ana şunda türlük asan yollarını bizə yol qoyğan. Məsələn, Peyğəmbərimiz Muhammed əleyhissalam "Men bana lillahi məscidən vələv kəməfhasi qatatin" qanda bir adam bir məscidin quruluşuğa bir quşning o'silik yordam qilgan bo'lsa, Alloh taolo uningga jannatning bir o'yini beradi deydi. Quşning o'si degan qanchalik? Bir qish yoki bir xalt simonot. Buni hammamiz qila olamizmi? Bir qatim ichadigan choy qahvalarimizdan, bir qatim o'ltirishki tamoqlarimizdan voz kechsak, hammamiz qila olamizmi? Alloh shakur bo'lg'achqa bizga ana shundoq oz amallarni berish orqali bizni jannat kirib olsin deydi Alloh subhanahu va taolo. Chunki Alloh ana shundoq shakur, oz amalga ko'p savob berguchi Alloh. Alloh taolo ana shundoq oz amalga ko'p savob berguchi ekan. Endi bizning bu ismdan o'rganadigan darsimiz qaysi? Biz ilgari deb o'tgan. Biz Allohning ismidan ya shu ism bilan axloqlanamiz yoki zid bilan axloqlanamiz deb. Biz Alloh subhanahu va taoloning shakur degan isminingki o'z aslidan axloqlanamiz. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo ana shundoq oz amalga ko'p savob beradi ekan. Unda bo'lsa biz har bir amalni kichik sanamaymiz. Chunki biz sal qolgan ana shu kichik amallar bizni jannatga akirib o'tishi mumkin. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom la tahqiranna shay'an min al-ma'ruf. Yaxshidan hech narsani kichik sanama. Misol keltirib yana deb berdi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. Walau antahi basqilatal habl. Birisininki og'amchisini ulab birishga va yoki birisiga bir og'amchi birishga chog'liq bir ish bo'lsa-mu, walau an tufraga min dalwika fi ina'il mustasqi. So'ring deb kelgan odamga shunda suv agichilik bir ish bo'lsa-mu, bir odishingning, do'stingning, qarindishingning chiroyiga tabassum bilan qarash qıçaqlıq shundoq oddiy ish bo'lsa-mu va shundaqla walau an tu'nisal wahshana bi nafsik. Bir odam yolg'iz qolgan bo'lsa va yoki bir odishing sal g'irib bo'lib qolgan bo'lsa, shu odishingni qashqa bir paranglashayya, ahvollashayya, yolg'iz qolibdi, uning g'iribligini bir ketkizib o'tayya deb shundan qashqa berib, qanday adash ahvoling deb shundoq bir ahvol so'rashga tegishli ish bo'lsa-mu, walau an tahiba shas bir bug'ishni berishga tegishli ish bo'lsa-mu, buningga sal qaramanglar dedi payg'ambarimiz. Resulullah degan bu ishni hammasi qarab qilgan bo'lsa, ba'zi moddiy yordam, ba'zi ma'naviy yordam, hammasi kichik bo'lsa-mu, uniga sal qaramanglar deydi. Buni biz bugun kunimizga solsak bo'ladi. Masalan, deylik, mashina deb keldik, bir kesishga yo'lga keldik. Endi bir mashina keldi, qarindishim o'tib olsin deb shunda biz to'xtab yo'l berdik. Va shundaqla yo'ldan kichik bola o'tib o'tadi, birisi o'tib o'tadi. Shunda mashina paslatib, ularga yo'l berdik. Va shuning o'xshagan, kichikkina ishlar biz odat ko'z kelmaydigan, ashinchilik ishi bo'lsa-mu, sal qaramanglar deydi. Kichik bo'lsa-mu, sal qaramaslik, yaxshilikni qo'ldan bermaslik bugungi darsimizning oldigan birinchi darsimiz. Ikkinchi dars bo'lsa, Alloh subhanahu va taologa shukr qilish. Shukr qilish degani nima? Minnatdorlikni bildirish.
bizdeki qaysi bir ne'matni, qaysi bir iqtidorni, qaysi bir a'zoni, qaysi bir kuch-quvvatni bizga Alloh bermagan. Gap qilish deymiz, anglash deymiz, kurish deymiz, mingish deymiz, hammasini qaysimiz o'zimiz qildik. Qanday gap qilaman, qanday ko'raman, qanday anglayman, qaysimiz bilamiz? Hech qaysimiz bilmaymiz. Qanday tutaman, hech qaysimiz bilmaymiz. Hozir yurkim so'qyotdi. Qanday so'qyotdi? Kim so'qtadi? Mening xabarim yo'q. Shu gap qilgan arqamda so'qib turdi hozir. Badanimdagi hujayra o'lib tirilyotdi. Biz Allohning ne'matining ichiga g'arq qilib ketaylik. Va ma bikum min ni'matin fa minalloh. Har qanday bir ne'mat bor, biz erishgan. Hammasi Alloh taolo tarafidan. Va shundaqla bizning ma hayotda bizga imtihon shaklida berilgan ne'matlar bor. O qaysi desanglar, biz shundan sabab qilamiz, andan keyin Alloh taolo beradi. Biz tirishib o'qiymiz, muvaffaqiyat qozonamiz. Biz harakat qilamiz, Alloh taolo pul beradi. Biz harakat qilamiz, ishlarimizni o'ngga keltiradi. Asli bularning hammasi bir imtihon. Biz ana shu vaqtda men tirishib o'qiganligim uchun men muvaffaqiyat qozondim. Men aqlliq bo'lganligim uchun, mening bilimim bo'lganligim uchun men pul topdim. Va yoki men tirishchan bo'lganligim uchun bu ishlarning hammasi mening qulam sababidan keldi deb shundalam qorunchi gap qilgan vaqtimizda bu imtihonni o'tamagan bo'lamiz. Endi nima? Saqliq deymiz. Buning oldida biz ojiz. Ko'p hollarda buningga shukr qilamiz va yoki shukr qilishni e'tirof qilamiz. Ammo biz sabab qilib Alloh beradigan ishlar kelgan vaqtida bularni insonning ishi o'ng kelaversa, tijorat eqib versa, qilgan ishlar aplashib mengversa, mana shu vaqtda inson ezib qoladi. O'ziga ishirib qoladi. Mana shu vaqtda asla va asla azmay Alloh subhanahu va taolodan kelganlikka qalbimizda birinchi qilib qanday qilamiz? Bu ne'matlar mening ilkimda emas. Alloh taolo menga bu fursatni berdi, bu ne'matni berdi deb Alloh subhanahu va taologa shukr qilishimiz kerak. Ma shukr aziz qarindoshlar, bir mo'minning iymonininki saq yeri. Bir mo'minning iymoni ikki turk ustiga qurilgan bo'ladi. Birisi shukr, birisi sabr. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda mo'minlar degan so'zning o'rniga sabr qilguvchilar va shukr qilguvchilar deb kelgan. Bu sabr qilguvchilar va shukr qilguvchilar degan kim? Dal mo'minlar shu. Masalan Alloh taolo inna fi zalika la ayatin likulli sabbarin shakur. Uningda sabr qilguvchi va shukr qilguvchilar uchun oyat bor deydi. Sabrni ishimiz o'ng'i taqmagan vaqt qilamiz. Ammo shukrni ishimiz o'ng'i tatgan vaqtida, saq vaqtimizda qilamiz. Ko'p hollarda qiyinchilik vaqtida sabr imtihoni o'talsakmi, ammo shu ishimiz o'ng'i tatgan vaqtda ko'p insonlar shukr imtihoni o'tolmaydi. Shuning uchun biz bugun o'rganamiz, mayli qanday ne'mat bo'lsin, uning Alloh taolo tarafidan kelgan ekanligi. Bizning qilgan sabablarimizning faqat bir sabab ekanligi, ammo uning Alloh taolo tarafidan kelgan bevosita ne'mat ekanligini his qilishimiz kerak va shukr qilishimiz kerak. Unda bo'lsa Allohning ne'matlariga qarata shukr qilishimiz kerak ekan. Shukr qilish qanday bo'ladi? Qanday qilsak shukr qilgan bo'lamiz? Shukr uch turlik bo'ladi. Birinchi shukr qalbda bo'ladi. Ya'ni saqliq bo'lsin, mol dunyo bo'lsin, har qanday bir ishninki Alloh taolo tarafidan kelganligini qalbimizdan tunib yetish. Ya'ni qalbimizda uni e'tirof qilish. Va shundaqla Alloh taolo bizga ana shunday ne'mat bergan ekan. Bir yaxshilik qilgan odam qartan bir muhabbatimiz bo'ladi-ya, Alloh qarta muhabbatimiz qo'zg'alishi eng aqalliy talablarning birisi. Shukr qilishning ikkinchi yo'li bo'lsa, uni og'zimizda ifodalash. Alhamdulillah, ey Alloh, senga madiylar bo'lsin. Alhamdulillah shukr, senga shukrlar bo'lsin. Bu ne'matlarni beribsa, saqliqni beribsa, nurg'unlagan yoshlar bor. Ba'zisniki puti ojiz, va yoki ba'zisining sog'lomligi joyida emas va shunga o'xshagan nurg'un ne'mat berilmagan kishilar bor. Shunga qarab va yoki qaramasdan Alloh taologa og'zimizni shukr qilish. Va shundaqla Alloh taolo bergan ne'matlarni faxr qilish yuzasidan emas, uning bir Allohning bergan ne'mat ekanligini aytishmi, tildan shukr qilishning bir yo'li. Masalan, deylik Alloh taolo sizlarga bir o'qishda muvaffaqiyat bergan bo'lsa, va yoki cho'nglarga bir iqtisodda muvaffaqiyat bergan bo'lsa, Allohga shukrlar bo'lsin. Mana ma'o Alloh taolo menga ne'mat berib, Allohning fazlining ihsoni bilan men imtihondan o'tibdimi, va yoki Alloh taolo meni ma ishda menga muvaffaqiyat qozondi deb uni kishilarga deyish, Allohning ne'matini ularga aytish, bu shukr qilishning bir yo'li. Ammo bir ish qilishdan ilgari demaslik bu sunnat. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom iqdu havaijakum bil kitman deydi. Ya'ni bir ish qilishdan ilgari demaymiz. Ammo bir ish qilib Alloh taolo unga muvaffaqiyat bergandan keyin uni tildan kishilarga faxr qilish uchun emas, deyish bu shukr qilishning yana bir yo'li. Masalan, bizning aramizda bunda bir xato bir ish bor. Qanday desa, Abdushukr nayt axloqli bola, nayt isil bola, saxiy bola desam, nima deydi shukr? Hayoq deydi. Va ki astag'firullah deydi. Shunda o'kay fallarda astag'firullah deydi. Bu bir xato gapchi bu. Alloh bergan ne'mat qo'y masalan shu. Nima deymiz? Alhamdulillah deymiz. Astag'firullah desakchi, Allohga istig'for aytma degan gap bu. Allohning ne'matiga qarta tavba xudoyim deganday bir gap bu. Shuning uchun madem bak isil deb sizlarni birisi maqtasizlar basbat bilan qanday qilsizlar? Alhamdulillah deysizlar. Darhol vaqtda o'zingizga nisbat bermagan bo'lsizlar. Yo'q, mendan kelmadi, Allohdan keldi. Allohga uni qayratgan bo'lisizlar, vaqtda o'zingizlar ham kibrlanmaysizlar, ham Allohning ne'matini tilingizda bir izhor qilgan bo'lisizlar. Masalan, Alloh taolami payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni seni yo'qsul holatda boy qilmadimi, seni yetim holatda qilib, seni tarbiya qilmadimi degan oyatda va duhada Alloh taolo shunday deb kelib, eng oxirida nima dedi? Va amma bi ni'mati robbika fahaddith. Allohning ne'matlarini so'zla dedi. Shunga faxr qilish emas, riyo qilish emas, Allohga uni yulab turib, Alloh menga bunday muvaffaqiyat berdi yoki farzandlarimga bunday muvaffaqiyat berdi deb uni Allohga yulab turib deyishmi, ne'matga bir shukr qilganlikning ifodasi. Uchinchisi, ya'ni shukr qilishning uchinchi yo'li bo'lsa,
va shundaqla eng muhimi va shundaqla eng asosiy va shundaqla bu bo'lmasa hech qaysi shukr hisoblanmaydigan ish amaliyotda shukr qilish. Alloh taolo bizga qanday bir ne'mat bergan bo'lsa, uni Alloh rozi bo'ladigan yo'lda ishlatish. Masalan, Alloh taolo bizga ko'z ne'matini berdi, ko'rish ne'matini berdi, anglash ne'matini berdi, ig'iz ne'matini berdi, undan boshqa son sanoqsiz ne'matlarni berdi. Eng muhim bo'lgan shukr qilish qismi qaysi? Bu ko'zni Alloh taolo rozi bo'ladigan yerga ishlatish, harom narsalarni ko'rishdan saqlanish, harom narsalarni anglashdan saqlanish, yaxshi narsalarni ko'rish, yaxshi narsalarni ko'rsak boshqalarga aytish, yomon narsalarni ko'rmaslik, g'aybat anglamaslikmi quloqning shukrisi, boshqalarning g'aybatini qilmaslik ig'izning shukrisi. Undan boshqa Alloh taolo ihson ne'mati bergan bo'lsa, ihsonni to'g'ri yo'lga ishlatish ihsonning shukrisi. Vaqtimizni manfaatli ilm ma'rifatga, o'qishga, mana shunday ishlarga ishlatish bu umrimizning shukrisi. Mana bu eng muhim shukr. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda dedi: "I'malu ala Davuda shukra." Davud oilasi amal qilib shukr qilinglar deydi. Amal qilmay turib alhamdulillah deb qo'yib ig'izimizda Allah ko'z uribsan deb qo'yib ko'zimizda harom narsani ko'rsak, quloq uribsan deb qo'yib quloqdan harom narsani anglasak, bu shukr hisoblanmaydi. Shunga har bir ne'matni Alloh rozi bo'lgan yerda ishiltish, mana bu amaliy jihatda shukr qilganlik bo'ladi. Ha Alloh beribdi menga ko'zni, ihson Alloh beribdi deb uni to'g'ri yo'lda ishlamasak, Alloh taolo buni Qur'on Karimda isbotlab, ya'rifuna ni'matalloh. Ular Allohning ne'matini biladi deydi. Ya'ni Allohning berganligini biladi. Thumma yunkirunaha deydi. Ondan keyin ular uni inkor qiladi deydi. Buni degan gap amaliyati orqali inkor qiladi. Alloh bergan ko'zni haromga ishlatish orqali inkor qiladi. Alloh bergan quloqni harom yo'lga ishlatish orqali inkor qiladi. Vaqtini behuda o'tkazish orqali inkor qiladi deydi. Mana bu shu amalda inkor qilib qolsak, qalbdagi, so'zdagi hammasi yolg'onga chiqadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qalbida e'tirof qildi ne'matlar shundaqo. Tilda alhamdulillah deydi. Kechalari tapını ishib ketgandek namoz o'qigan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. Hazrati Aisha: "Ey Allohning elchisi, sizning ilgirki va keyingi gunohlari afv qilingan tursa, bu namanchi o'zini qiynaylar degan mazmunda gap qilgan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Afala akuna abdan shakura." Ya'ni mana bu shunday putum ishib ketguncha namoz o'qish orqali men shukr qilguncha banda bo'lmam dema deydi. Yig'ib vaqtimizda shukr qilish 3 xil yo'ldan bo'ldi. Birinchisi qalbda, ikkinchisi so'zda, uchinchisi amalda. Qalbdagi va so'zdagini rostqa va yoki yolg'onga chiqaradigan qaysi ekan? Amaldagi. Ma shayton mushuni bilgachga, ya'ni bizningki shukr qilsak haqiqiy Alloh taolaning mukofot beradiganligi va shundaqla bizni yaxshi ko'radiganligini bilgachga, chunki Alloh taolo Qur'on Karimda va sanajzi shakirin deydi. Bu shukr qilganlarni biz haqiqatan mukofotlaymiz deydi. Mushuni bilgach shaytonning ozdirishi dal bizni tuzkorlikqa undash orqali bo'ladi. Shunga shayton degan: "Va la tajidu aktharuhum shakirin." Sen ularningki ko'pinchisini shukr qilg'ich topmaysan. Ey Rabbim, men kishilarni ozdirma, oldidan ozdirma, dunyo qiziqtirish orqali ozdirma, keyindan ozdirma, oxiratni unutuldirish orqali ozdirma, o'ngdan ozdirma, ya'ni gunoh choyliq ko'sish orqali ozdirma, so'ldan ozdirma va shundaqla yaxshilikni realishtirish, ixlosiga daxlat kirish orqali ozdirma. Ularning ko'pinchisini sen shukr qilg'ich topmaysan. Pul topqini men aqlim bilan topdim deydi. Tirishib o'qig'ini men tirishqanga bo'ldim deydi. Mana bu shundaq hammasi o'zidan ko'radi. Ularning hammasini tuzkor ko'rsa deydi. Va shundaqla Alloh taolo Qur'on Karimda va qalilun min ibadiyash shakur. Haqiqiy shukr qiladigan bandalar oz deydi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ana shu oz shukr qilguvchi bandalarning qatoridan qilsin. Oxirida bizning ash-shakur ismini o'rganganimiz kishilarga minnatdor bo'lish. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom la yashkurulloh man la yashkurun nas deydi. Kishilarga minnatdorligini bildirmagan odam, kishilarga rahmat deymagan odam, uning qilgan yaxshiligiga o'zining xushal bo'lganligini ifodalamagan odam Allohga shukr qilgan bo'lmaydi deydi. Qaranglar, Alloh taolo bir musulmonning axloqini o'zi bilan bo'lgan munosabat bilan bog'lamadi. Menga shukr qilsanglar bo'ldi demadi. Kishilarga shukr qilsanglar, kishilarga rahmat aytsanglar, ularga madhiya o'qisanglar qilgan yaxshilik qarta, undan keyin menga shukr qilgan bo'lasizlar dedi. Shuning uchun bugungi kunimizda bu umumiy yoshlarda ba'zi bir xato tarbiyalarga uchrab qolgan vaqtida ichida bir xil isyon qo'zg'alib, ota-onam menga unda qilmabdi ekan, menga bunda qilmabdi ekan deb ota-onasi qarta bir xil isyon tuyg'usi ko'payib qolgan hozir yoshlarda. Ey yoshlar, balkim ota-onanglar sizga "Sili u" degan ishlarni qilmagan bo'lishi mumkin. Ammo shuning ishinglarki ota-onanglar sizga qul deb ishning eng yaxshisini qilinglar. Sizlar ba'zi bir qilgan yoki bilmasdan u dadanglar yashagan davrda ba'zi ishlar o'tirib chiqmag'achqa, ba'zi tarbiya usullarida yoki ba'zi bir ishlarni qilib bo'lmagan bo'lishi mumkin. Ammo sizlar uni o'ylab, dadam unda qilib ekan deb dadanglar qarta isyon bildirsanglar yoki norozi bo'lsanglar, bu tuzkorlikninki va shundaqla ota-onaning osiy bo'lishning tunji qadami. Chunki ota-onamiz bizga imkoni borning hammani qiladi. Chunki bola degan u ota-onaning yurki u. Shuning uchun birinchi bo'lib farzandlar ota-onaga minnatdor bo'lish kerak. Chunki ba'zida xato qilgan bo'lsa-mu, ota-onamizning biz qilgan yaxshiligini sanab tugitib bo'lmaymiz. Agar biz ota-onamizning ana shu qilgan yaxshiligiga bir minnatdor bo'lmasak, Allohga shukr qilgan bo'lmaymiz. Shukr qilguvchi bandalarning qatoridan bo'lmaymiz. Va shundaqla musulmon erlar ayoldan minnatdor bo'lishi lozim. To'g'ri, ayollar ba'zi vaqt erlarning ko'nglini og'ritishi mumkin, ammo qilgan yaxshiligi yana ko'p. Ayoldan minnatdor bo'lmagan er Allohga shukr qilmagan bo'ladi.
va shundaqla iridan minnatdor bo'lmagan, iridan to'liq qaqshigan ayolmi Allohga shukr qilmagan bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom la yashkurulloh man la yashkurun nas. Kishilardan minnatdor bo'lmagan kishi Allohga shukr qilgan bo'lmaydi deydi. Alloh subhanahu va taolo bizni har bir yaxshilik qarta uningga minnatdorlik bildiradigan va shu orqali Allohga shukr qiluvchi madlarning qatoridan bo'ladigan va shu orqali Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda va qalilun min ibadiyash shakur. Mening shukr qiluvchi bandalarim oz degan ana shu oz tanlangan kishilarning qatoridan qilsin. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo va sanajzish shakirin, biz shukr qiluvchilarni mukofotlaymiz degan ana shu shakir, shukr qiluvchi bandlarning qatoridan qilsin Alloh subhanahu va taolo. Alhamdulillahillazi najana minal qawmiz zalimin. Bizni zolim qavmni qutqazganlikdan iborat bu ne'matingga shukr qilamiz ey Alloh. Amaliyotda bugun kunimizdagi eng chong ne'matimiz biz his qilolmayotimiz. Allohning bizga eng chong bergan ne'mati erkin dunyo ne'mati. Aziz qarindoshlar, ma jonlarimiz, ma hayotimiz, ma vaqtimiz bizga foyda qilgan vaqtlarimiz bor. Atrofimiz qarab boqadigan bo'lsak, silga o'xshagan nurg'unlagan yoshlar hozir zulm ostida, iskanji ostida. Bir Alloh degan gapni deyolmayotidi. Diqqat qilgansizlar, vatandan chiqqan xabarlarda shu hozir atalmish Alloh partiyasi bor, masalan. Shuning xabarini Uyg'urcha o'qiganlarmi Marvoyit partiyasi deb apti. Bundan nima ko'ralaymiz? Bir xabar bo'lsa-mu, bir partiyaning ismidagi Alloh degan gapni Uyg'urcha ololmaydigan holatda. Ammo bizchi 100 qatim Alloh desak hech kim bir narsa demdi. Diniy kitob o'qisak hech kim bir narsa demdi. Biz ne'matning ichida g'arq bo'lg'ach hozir his qilolmayotimiz. Bugun kunimizdagi eng chong ne'mat erkinlik ne'mati. Beshimizda Xitoydan iborat bir balo bo'lmag'achqa hozir hayotdan zerikib qolyapmiz. Erkin dunyodan foydalanmayotimiz. Nauzubillah, biz zulmni kallamizga chaqirmaylik. Zulm bo'lsa iymonda mustahkam turadigan. Alloh taolo zulmdan qutuldirsa iymonda ikkilanadigan, iymonni yenib oladigan. Bunda Bani Isroilga o'xshash bo'lib qolmaylik. Bani Isroillar dal ashunda bo'lgan. Bani Isroillar zulm asliga vaqtida va ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Alloh yo'lida nima urush qilmaydi ekanmiz va shunga o'xshagan nurg'ulg'an va'dalarni qilgan. Shunda Musa alayhisolamga ergashtirib Alloh taolo Fir'avnning zulmidan qutuldiribdi. Qanday qildi? Erkin dunyoga chiqqandan keyin Bani Isroillar, "O'g'lim ilohi va ekan, bizga shularga o'xshash bir iloh qilib bersang" dedi. Erkin dunyoga chiqqandan keyin ana shunda Allohning yo'lidan chandi. Biz butni, toshni yasalgan narsa deb qolmaylik. But degan Allohning qonunidan boshqa har qanday bir qonun, Allohning sistemasidan boshqa har qanday bir sistema, Allohning diniga zid keladigan har qanday bir ideologiya u but. Bugun kunimizda ba'zi yoshlarda sekular deydi. Layıqlıq deydi. Mana bu şundaq dinsiz qonunlarga mətə həvəs qıladigan və şundaqlar şunda kurslarga aktiv qatnışadigan. Bunda ahval barmı yoxmu? Əməliyyatda biz bir kommunist Xitayning zulmü asıdagi vaqtda iymonimizni mustahkam edik ya. O atizm tərbiyəsini özümüzə yoxturmagan ya. Endi bu erkin dunyoga chiqqandan keyin xuddi Bani Isroilday Mavlonning ilohi bor ekan, bizning bu shunda bir iloh bo'lsin deb atizm tərbiyəsindən qanchalik ta'sirlandi. O bilim odami ekan deb bir ateist dinsizga qanchalik havas qilib qoldi. O xuddi Bani Isroilninki shu but havas qilganga o'xshash bir ish bu. Alloh subhanahu va taolo hammamizni iymonda mustahkam qilsin. Erkinlik ne'matidan iborat bu ne'matga shukr qiluvchilardan qilsin Alloh subhanahu va taolo. Alhamdulillahi ala kulli hal. Her qandaq ahvalda sana hamdu sanalar bo'lsin ey Alloh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus solihat. Özünün ne'mati bilan yaxshilarni tamomlaydigan Allohga cheksiz hamdu sanalar bo'lsin. Allohumma lakal hamdu kullu va lakash shukru kullu. Ey Alloh, bütün maqtashlar sana xosdir. Barliq shukrlar sana xosdir. Barliq ishlar oshkor bo'lsin va yoki yushurun bo'lsin sana qaytirildi ey Alloh. Sen maqtashga loyiqsan, sen ibodat qilishga loyiqsan, sen har narsaga qodirsan ey Alloh. Yaratish sen tarafdan ey Alloh. Unda bo'lgan ekan qonunmi, hükümmu sen tarafından buludu ey Allah. Ey Allah, senin bergen nimetinge şükür kılışını ve sana güzel şekilde ibadet kılışını bizim müyesser kılsın ey Allah. Rabbi cealni leke şekkara, leke zekkara. Ey Rabbimiz, bizni sana köp şükür kılıcı mendilerin katarıdan kılgın. Tuzkur kişilerin katarıdan kımıgın ey Allah. Bizni sana köp zikir kılıcı kişilerin katarıdan kılgın. Senden korkucuların katarıdan kılgın. Sana itaat kılıcıların katarıdan kılgın. Seni yaxşı görülen kişilerin katarıdan kılgın. Sana yüzlen kişilerin katarıdan kılgın. Sana boysun kişilerin katarıdan kılgın. Sana qaytquchilarning qatoridan qilgin. Ey olamlarning Robbi bo'lgan Alloh, bütün mediyalar, bütün maqtashlar sana bo'lsin ey Alloh. Sen yo'q yerdan bizni yaratding Alloh. Ey Alloh, sen bütün koinotning yer sharining va yer sharidan boshqa bütün koinotning Robbisan ey Alloh. Bütün koinotning parvarishkorisan ey Alloh. Bütün maqtashlar sana xosdir. Bizni loyiqda shukr qilgin nasib qilgin ey Alloh. Shokir bandalarning qatoridan qilgin ey Alloh. Hammamizni Abdushakur, o'zingga loyiq shaklda Abdushakur bo'lgin nasib qilgin ey Alloh. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.